musofirlik nima u o'zi? Safarga chiqishning ma'nosi nimadir o'zi degan ma'nolarda ishlatiladi. Yani inson bolasi dunyoga kelgandan keyin asl maqsaddan uzoqlashib ketdik bizlar. O'zimizni kim ekanligimizni tanimaymiz. Kechagi biz aytayotgandek payg'ambarimiz hadisi. Man arafa nafsa faqat arafa robbahu. Nafsini tanigan odam Xudoni taniydi. Ada aduvuk nafsuka allati bayna jambayk. Sen eng katta dushmaning sen o'zingning nafsingdir. Mana shu. Jonli bir gap endi. Bunda shunda bizlar nafsni nima ekanligini tanimaymiz, o'zimizni kim ekanligimizni tanimaymiz. Kechagi 3-savolda juda ajoyib bir men kimman degan savolga javob berildi. Demak, inson bolasida men degan tushuncha bor. Menman. Kechagi biz inson bolasida 4 ta menlik bor. 4 ta men degan tushuncha bor inson bolasida. Birinchisi boyagi Allohlik menimiz bor. Birinchi Allohlik menimiz bor. İkincisi jon dunyodan hosil bo'lgan jon dunyomizning menligi bormi? Jon dunyoman, men ruhman, ruhul qudusman. Uchinchisi moddiy jasadimizdan yaratilgan menlik bor. Men deb turgan inson. To'rtinchisi gunoh ishlarimizdan, kufrligimizdan, tushunchamizdan, o'zimizdan, naqlimizdan nafs degan men bormiz, nafsman. Nafsman, bu nafsman. Kofir nafsman, bu kufr harakatlar tushunchamizdan hosil bo'ladigan men bor. Men dajjalman, men fir'avnman, men podshohman, men aqlliman, men hammasidan ham yuqoriman deydigan. Oxiridagi boyagi men endi o'zini xudoman deb da'vo qiladigan men endi Fir'avnga o'xshash. U xudo bo'lib ketdi endi. Endi boyagi aytayotgan birinchi men Allohlikman. Allohlikman. Allohlikmanga borganda yetgan vaqtingda boyagi anal haqda mansur xilaj bo'lasan. Allohlikmanda sen insonni manligi qayerdan kelib chiqdi deganda kecha tushuntirdikki, insonning ma'no mana shu dunyo Allohning tajallizot, tajalli asmo sifat, tajalli afol degan 3 ta tajallidan. Allohning zotini, o'zining borligini, vujudiyat borligining nuri bo'ladi. Nuridan zot tajalli zotdan nur chiqadigan bo'lsa, o'sha nurning bir nuqtasidan olam yaratiladi endi. Shuning uchun mo'minning oynasidir degan vaqtda Alloh bor, mo'min bor. O ikkinchi mo'minda Alloh taolo oyna qilib yaratdi. Oyna yaratdi, oynaga qaradi, o'zini ko'radi endi, boshqa hech kimni ham ko'rardi endi albatta. O'sha oynadagi bo'layotgan o'zining soyasini, o'zining tajalliyatini mo'min deb aytdi. Haqiqatul Muhammadiyya deb aytdi. Nur Muhammadiyya deb aytdi. Ruhul Qudus deb aytdi. Ruh deb avval ma xalaqal ruhi, avval ma xalaqal qalam, avval ma xalaqalloh. Nur avval ma xalaqal aqla deb 4 ta narsani aytgan bo'lsa, shunday. Shu joyda sizni ham oynadan chiqayotgan bitta tajallizotdan bo'lgan har bir insonda o'sha tajallizotdan bir nuqta turadi. O'sha qalb asosi. Sizning asosiy dunyoga yaratilishingizdagi sabab bo'ladigan narsa qalbning tagidagi tajallizotdan chiqqan, nuridan chiqqan bir nuqta bor. Ana shuni biz Allohlik men deb aytamiz. Shu Allohlik men deganda Mansurul Xalloj qo'shib anal haq, men Allohman deb aytamiz. Chunki Muso alayhisalom bitta shu o'tdi,
İnni anallah. Dedi mi? İnni anallah. Veya şu inni Allah'da Musa Aleyhisselam tortağa çıkan vakti el-Qiyam Musa degan ki el-Qiyam veya şu bir daraxt inni Allah halda lovlab yanıp durdu. Demek bu Allah'lık. Men fakat sizde emas o. Alamın hemmesi de var. Atomda ham var, neutronda ham var, ruhaniyatingizda ham var, boshqada ham var. Çünkü her bir taşta turib, boyaga tog'ning toshlari lukullab o'yin tushib ketdi. Ana shuni bizlar boyaga Allohlik men deb ataymiz. Sizdagi joningizning Allohlik nafsingiz o'sha Allohlik. Ya o yine hayvani kafir nafsingiz men xudoman deyapti-yu endi. Ben Xudoman, ben Firavunman deyapti, ben Deccalman deyapti. Endi u yap. O'sha inson aytyapti. Sizning hayvoniy nafsingiz, kofir nafsingiz men Xudoman deganda Allohlik nafsingizning bor ekanligining belgisi o'shani o'zi. Ikkinchisi boyaga ruhoniy nafsimiz. Allohlik meningizdan ruhul Peygamber nuru yaraldı, ondan ruhul kudüs yaraldı, ondan arş yaraldı, ondan kursi yaraldı. Çünkü ruhaniyat alemi yaraldı. O ruhaniyat alanınız var mı sizin hakikatinizi teşkil kılardan nasıl olsa sizin ruhaniyat alanınız. Ne mi özünün mənliği var? Mən degen vaxtda canınız eytemizde, canınızda hem ben var. Bu ondan böyle cesediniz doğuldu endi. Cesediniz meydana geldi. Ceset bu hayvanga o'xshagan narsa. Mana odamlar hayot kechirishyapti, odamlar bor. Xudoga ham ishonmaydi, dinni ham bilmaydi, dinni ham kerak qilmaydi. Ishqilib yuribdi endi bir yumruq bosh endi bir kalla bor, bir jasad bor endi aylanib ishqilib non yeb, ovqat yeb, ishlab borib hayot kechiryapti. Nimaga hayot kechirib? Unga din ham kerak emas, Xudo ham kerak emas, shariat ham kerak emas unga. Shu o'zi shu hayvonga o'xshab o'zining rizqini teb yursa bo'ldi. Aksar inson shunaqa. U gunoh degan narsani ham tushunmaydi, u savob degan narsani ham tushunmaydi. Mana bu kufr bo'ladi degan narsa, mana bu iymon bo'ladi degan narsa. Din nima, dinsizlik nima? Какую разницу? Nima farqi bor? Dindor bo'lding, dinsiz bo'lding, nima farqi bor senga? Bir o'lib ketasan. Deyaptimi? Siz bilan ular tortishib doказать ete boshlaydi Xudoning yo'q ekanligini. Men dокажу я тебе Xudo yo'q ekanligini deb boyaga shunaqa ketadi. Mana bu bizning jasadimiz. Unda hech narsa yo'q. U o'sha hattoki nafsning bor ekanligini ham tushunmaydi. Nafsi bor, nafs kufr ekanligini, nafsim bor ekanligini ham tushunmaydi. O ruhning bor ekanligini ham tushunmaydi. Sen mullalar ruh deb turib, yo'q deb turgan bo'lsa, u avom odam ruhning nima keragi bor unga? Ruhul Qudusning nima keragi bor unga? Nafsning bor ekanligini ham tushunmaydi. Jonining, ruhning bor ekani ham jon degan narsa yo'q. Prosta qonimizda yurakdagi qonning almashishi deb tushunadi. Boshqa hech narsa emas u. Mana bu ham safar. Mana shu narsani biz hammasini ko'rib turibmiz. Mana shu musofirlik mana shu. Mana shuni bizlar tentirab yurish deb aytamiz. Blуждение deb aytamiz. Yurishsanizda ish qilib hayvonga o'xshab, bir eshakka o'xshab, itga o'xshab, bu yoqqa changlab, bu yoqqa changlab, yovvoyi mushuklarga o'xshab yurasan, u yoqqa hech narsa, hech bir maqsad ne ish qilib hayvonga o'xshab bir joydan bir najosat topsang, it bo'lsang yeb olasan, yo bo'lmasa bir tishqon yeysan va yoki bir qush yeysan, unaqa qilasan, bunaqa qilasan, ish qilib shu hayot. İkinci ana o 4. nafsda sen
Men Xudo bo'lishim kerak, men odamlarni boshqarishim kerak, men odamlarga din topib berishim kerak deb boyagi shayton bo'lib ketgan nafsing turadi endi. 4-nafsing. Allohlik nafsing bor, ruhoniy nafsing bor, boyagi tabiat jasadingning hayvoniy nafsing bor, va oxirida shaytoniy dajjal nafsing turibdi. Shu 4 nafsing bor. Dajjal nafsi endi men boshqalarni boshqarishim kerak, men hammasini qilishim kerak, hammasidan foyda olishim kerak, hammasi menga qul bo'lishi kerak, hammasi menga xizmat qilish kerak, men ularning xudosi bo'lishim kerak degan tushuncha boyagi dajjal nafsingdan, shayton nafsingdan bo'lib chiqadi. Mana shu ham tentirashlik, mana shu ham musofirlik. Tentirab, mana dovdirab, nimaga hayot kechirayotganingni bilmaysan, nimaga kelayotganingni bilmaysan, nima uchun tug'ilganingni bilmaysan, nima uchun ovqat yeyishligingni bilmaysan, nimaga men ovqat yeyman? Nimaga men ovqat yeyman? Nimaga ovqat yeyman? Aytingchi. Bilmayman deysiz. Alamiz uchun ahmoq bo'ladi. Ovqat yemasang o'lasan-da. Ovqat yemasang jasadlaring ishlamay qoladi. Quvvating bo'lmay qoladi. Xudoyim shu ovqatga muhtoj qilib qo'yganda, sendagi mana kuch-quvvating, men senga rizq beraman, sen shundan kuchga kirasan. Rizqing yemasang o'lasan, sen suv ichmasang o'lasan. Havo yutmasang o'lasan. Non yemasang o'lasan, ochdan o'lasan. Ocharchilik deb qo'yamiz. O'sha ocharchilikda yeydigan non topilmaydi, ana ochdan o'lib qolar ekan. Ahmoq. Sen o'zingdan o'zing bor emas ekansan-ku sen. Bir nonga muhtoj ekansan sen, bir suvga muhtoj ekansan. Nima qilasan men xudoman deb aytdi. Aytchi. Nima qilasan sen men xudoman deb dovdirab nima qilasan? Deydigan odam yo'q. Siyosat qilib, ilm rivojlanib, bizlar akademik bo'lib, dunyoda ilm rivojlanib ketdi deganda, o'sha Xudoning borligini isbotlab qila olmaydi-da endi. Xudoning borligini ko'rsatib bera olmaydi. Mana bu ham musofirlik, mana bu dovdirashlik. Ana shuning uchun biz kofir nafsda, demak, boyagi hayvon jasadimizda u miyasi ishlamaydi u. Hayvonga o'xshab yuraveradi. Nimaga yurayotganini, nima turayotganligini, farz nima, xudo nima, xudosizlik nima degan tushuncha absolut yo'q bularda. Kerak emas ularga u narsa. Shaytoniy nafsda u endi shayton endi u, dajjal u. Shaytoniy nafsda men endi odamlarga bir dinni o'ylab topaydi, men shu dinlardan foydalanay va din menga xizmat qilsin. Siyosatchilar din degan narsa odamlar o'zi insonlarni ekspluatatsiya qilish uchun o'ylab topgan o'zlarining hiylalari deb tushunadi. Mana shunaqa. Umuman inson bola shunaqangi dovdiraydiki, shunaqangi biz yo'l topolmay qolamizki, shuni biz ko'ryapmiz bizlar shuni. Masalan endi 67ga bordi, shu o'qidim maktabda, boshqa qildik, nima qildik, odamlar bilan gaplashib, uchrashib, muloqot qilamiz. Kofir bor, musulmon bor, Xudo ishonadi, ishonmaydigani bor. Endi hammasini tushunchasini biz umumanlashtirib aytib beryapmiz-ku. Endi shu narsada endi demak inson bolasi o'zining asl mohiyatidan, aslida tajalli zotdan chiqqan bir manligingiz bor, Alloh. Shundan biz uzoqlashib ketdik endi. Juda ham uzoqda qolib ketdik bizlar, juda ham uzoqda qolib ketdik. Şimdi biz endi boyagi insonni o'sha o'zining aslidan endi uzoqlashib ketgandan keyin nima qilish kerak endi? Asliga qaytish kerak-da. Hayotning asosiy ma'nosi sen o'zing aslingga qayt endi. Allohga qayt. Allohga qayt. Endi Allohga qayt deb aytmaylik endi. Allohga qayt. Allohga muhtoj ekanligingga qayt. Allohning fayzlaridan istifoda qilayotganingga qayt.
Allah Tebarek Teala senga mana shu 70 yillik için tabiatda xizmat qildirib qo'yib, chiroyli qilib tabiatda xizmat qildirib qo'ydi. Yeb, ichib, umuman hech narsaga tashvish qilmaysan. Tabiatda hamma narsani berib qo'ydi. Yo'q narsani chiqara olmaysan. Sen tabiat bermagan narsani chiqara olmaysan. Tabiat nimani bersa shuni olasan. Deb Allah Tebarek Teala senga tabiatda xizmat qildirib qo'ysa ham shunga aqling yetmaydi. Xudo xizmat qildiryapti deb aytolmaysan shuni. Ana shu ekanda Allah Tebarek Teala. Endi tabiatda xizmat qildirib qo'yapti. Uni ham endi sen foydalansang, bir 100 yil foydalar sanarsan keyin o'lib ketasan endi. Ey ahmoq. Sen tushunmayapsanmi? Sening joning almisoqdan beri joning vujud bo'lib Allah yaratdi. 90 milliard yil bo'lib kelyapti. 100 yillik hayoting uchun sen hamma narsadan voz kechib ketding. Dovdirab, ahmoq bo'lib, oyog'ing qayta, boshing qayta, ko'zing qayta, qulog'ing qayta. Oyog'ing osmonda bo'lib, nima bo'lib ketganligini tushunmaysan, atalab bo'lib. Hayvonmisan sen? İnsonmisan sen? Lattamisan sen? Yo bo'lsam bir cho'pmisan sen? Balchiqmisan sen? Nimasan o'zing? O'zingni o'zing tushunmay qolding. Shu bizlar shu haqiqatdan uzoqlashib ketganimizdan keyin ana shu holatga keldik. Endi biz hozir boyagi insonda bir kichkina endi aqlimiz yetgancha, bir qo'limiz kelgancha sifatini qilib berdik. Inson deganda bizlar. Inson deganda demak tushunibmizki, bizlar o'zining asl mohiyatidan Allah yaratgan, Allah unga bergan xazina, Allah unga bergan darajat, Allah unga bergan maqom, Allah unga sen o'zimga o'xshatib yaratganman, sen olamning sultonisan, senga hamma maxluqot mavjudot farishtalar senga xizmat qilish kerak, senga sajda qilish kerak, men seni o'zimga o'xshab yaratganman degan insonning aslini bizlar uzoqlashib ketdik. Nima ekanligimizni tushunmay qoldik o'zi. Hayvonmi, eshakmizmi, cho'chqamizmi, tabiatmizmi, nima ekanligimizni tushunmaymiz-da endi. Endi shuni asliga qaytishlik deydimi? Safarga chiqdi, musofirlik qilyapti endi. Sen musofirsan, sen uzoqlashib ketding. Qayt endi aslingga qayt, vataningga qayt deb payg'ambar. Hubbul vatan minal iymon degan bir hadisda aytdi. O'zingni vataningda tushunsang nima ekanligini, sen asliga qaytsang endi ana seni safarga chiquvchisan endi. Endi sen sog'lik bo'lding. Endi sen suvi bo'lding. Poklanishlikka, o'zing aslinga qaytishlikka yo'l qilyapsan. Degan so'z endi.